Assalomu alaykum, hurmatli okalarimiz. Mana yangi sveji yemlarimiz ham mana tayyorlash jarayonida. Buni sifatini qarang, bomba. Juda bir vitaminga boy premixlar qo'shilgan yem bo'pti. Abdurahmon aka, buni ratsionda nima bor, okajon? Assalomu alaykum. Buni ratsionida 9 xil narsa bor. 9 xil. Jo'ra bor, rapsh shirot, simichka shirot, makka yorma, bug'doy yorma. Mashalloh. Arpa yorma. Juda ajoyib. O'zi sifati ham bilinib turibdi. Buni o'zingiz o'ylab topdingizmi? Ha, mana naringlar taylar sifati zo'r. Molga, sigirga ham Universal korum bo'pti. Eng buni ключевой fishkasi mana kalsiylar, premixlar qo'shib berarkanlar okamlar, effekti zo'r bo'lgan ekan. Universal korum deb bekorga aytmadim, chunki buni tarkibida Nova Milka ham bor, Universal Premix ham bor, trikalsiy fosfatlarimiz ham bor. Okajonlar olib ko'ringlar, sifati inshaalloh juda zo'r. Vitaminlarga boy korumlarimiz mana bunday holatda tayyor bo'lyapti. Sifat a'lo darajada. Bay. Juda vitaminga boy vitamin bo'pti. Nima deymiz? Berib ko'rishsin, sifatiga o'zlari baho berishadi. Garantiya bunisi. Bunaqasi yomon narsa qo'shilgan, hammasi halol narsa qo'shilyapti. Zo'r. Arzoni ketak, hammasidan 2 kilodan qo'shiladi bu yerda. 9 xil narsa. Zo'r Vitamin aka. 10 xil narsa. Bo'ldi, okalarimiz kelib ko'rishsin, sifatini o'zlari ko'rib baho berishadi.